أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hürmetli qarindoshlar, biz bugün sözlemoqchi bo'lganimiz biz hozir turayotgan Ramazon muborak ey munosabati bilan şu Ramazan eğri münasebetlik bo'lgan ve bu Ramazan eydin sırtqı başka vaqtlardaki mu en ulug' ibadetlerinin biri bo'lgan İslam rukunlarının 4. ruknu bo'lgan Ramazan rozisi ve başka rozular haqida tayyorlangan Roza namlıq dersimizin birinci dersini başlamakçımız. Allah Teala'dan şunu sorayım ki bizlerini yaxşı sözünü anlap ve o sözünün en yaxşısıga amel kılıdığan erişidiganlarını kılışını sorayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Endi roza degan arab tilida savm degan bo'ladi. Roza degan arab tilida savm degan bo'ladi. Endi savm deganning o'zining arab tilidagi o'ziniki ma'nosini deb aytsak, savm degan arab tilida to'xtash degan bo'ladi. To'xtash, to'xtab turish, to'xtash degan bo'ladi. Arab tilidagi o'zining bunday istilahi bo'lmagan ma'nosi. Çünkü ben hemen so'zlab kelyapman. Her qanday bir fan, her qanday bir fanda, her qanday bir sohada o'zining bir maxsus istilahi bo'ladi. Ve şu istilahda qo'llanilgan gap bilan şu sohadagi, şu sohaning tili bo'lgan, o qaysi til bo'lsa, o tilda ishlatilgan gapning ma'nosi %100 o'xshamaydi. Faqat o'xshashlik bir tarafi bor. Şu tarafını yapılan şunu işletildi. Tilda başka gap. Mutlak başka bir ma'no, umumi ma'noni bildirirdi. Lekin o bir ma'lum bir sohaga ishlatilganda ma'lum bir ma'noga xoslanadi. Yani savm degan arabchada mutlaq til ma'nosida arab tili nuqtasini deb aytganda to'xtash degan bo'ladi. Ama shariat istilohidagi ma'nosi, yani şeriat istilahdaki manası yemek içmektin, cinsi münasebetten, gün çıkkandan tatıp yemek içmektin, cinsi münasebetten şu tang atkandan başlap sübhi sadık, yani tang atkandan başlap gün oturup boğuca, gün patlıca yemek içmektin, cinsi münasebet şu şeylerden to'xtab turush nima deb ataladi? Roza deb ataladi. Roza yani savm deb ataladi. Arabchada savm deganning shariatga ma'nosi yemek içmek, jinsi munosabatdan shu tong atgandan boshlab toki kun o'tirib bo'lguncha to'xtab turish roza deb ataladi. Endi bu roza, bu shariatdagi mana biz ta'rif qilgan bu roza her bir musulmanın, yani aklı balagatga yetken her bir musulmanın gədinigi pariz. Bu roza pariz. Ada cihetli mi pariz, qaza cihetli mi pariz? Yani ada cihetli mi pariz deganimiz Ramazan kelgan vaqtida ada qilish cihetli mi şu yuqori sifatlik aklı balagatga yetken musulmanın gədinigi pariz. Ve eğer ma'lum sebepler tufayli uzun tutanmay qalsa bu qazo qilish jihatimi shu yuqorqi aqli va balog'atga yetgan musulmonning gardinga farz. Endi biz dastlabda shu nimadan boshlaymiz? Ramazon ro'zasidan boshlaymiz. Farz bo'lgan ro'zadan. Chunki bu darsimizdagi umumiy mazmuni ro'za. Bu faqat Ramazon ro'zasiga xos emas. Belki umumi ro'zalarni, butunlay ro'zalarni so'zlab o'tamiz. Hamma ro'zalarning hukmlarini, tafsilotini so'zlab o'tamiz. Endi biz avval farz bo'lgan, eng muhim bo'lgan
ro'zadan boshlaymiz. Endi farz degan ikki xil bo'ladi. Biri farz ilmi i'tiqodiy, qat'iy. Yana biri farz amaliy ijtihadiy, zanni deb ataladi. Farz ikki xil. Birinchisi farz ilmi i'tiqodiy qat'iy degan bu Qur'onniki naq oyat bilan sabit bo'lgan, qat'iy oyat bilan sabit bo'lgan va dalolatimi oyatniki ma'nosimi uchuq shu farzga dalolat qilib turgan. Şu ayet Kur'an'ın ayeti mutavatir. Kur'an'ın ayeti bilen yoki mutavatir hadis bilan sabit bo'lgan hukm nima? Farz qat'iy deb ataladi. Bu farz qat'iyni inkor qiluvchi kafir. Farz qat'iyni inkor qiluvchi kafir, buni qilmagan odamning amali shu amali hech qanday qabul bo'lmaydi, amal hisoblanmaydi. Endi farz amaliy degan deganda farz amaliy ijtihodiy degan bu vacibniki en yuqori pallasi. Vacib ikki xil bo'ladi. Bir vacib yana bir farz qat'iy. En vacibning en yuqori pallasi farz amaliy ijtihodiy bo'ladi. Bu farz amaliy ijtihadiki farz qat'iy bilan farqi nima deganda, buningga inkor qilgan odam kofir bo'lib ketmaydi. Buningga inkor qilgan odam kofir bo'lib ketmaydi, lekin buni qilmagan odamning shu ibodati qabul bo'lmaydi. Ya'ni shu ibodat emas, bilak qilish kerak. Farqi shu. Endi biz şu farz qat'iy bo'lgan bu roza, Ramazon rozasi haqidagi dalillarni so'zlab o'tamiz. Bu Ramazon rozasining farzligi tuvandagi dalillar bilan sabit bo'lgan. Bo'lsa Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasining 183-oyatida Kutib ya eyyuhellezine amanu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekun. Ey müminler! Ey iman etqanlar! İlgirki ümmetlerge farz kılınğınıdek sizlergemi roza tutuş farz kılındı. Leallekum tettekun. Yani sizlerni takvadar bulurmikin deb. Takvadar bulab qalarmikin deb. Deydi Allah Teala. Yani demek rozunun farzligi mana şu ayet bilan farz bo'lgan ayet nasıl deymiz bunu? Ondan keyin Allah Teala rozunun samarisi nima? Rozunun samarisi degan mevasi. Roza degan ibodatning kelib chiqadigan mevani so'zlab bergan. Yani sizlar roza tutsanglar nima bo'lsizlar? Takvadar bo'lasizlar. Takvalik buni qo'lga keltirasizlar. Demak, ro'zaning mevasi har qanday bir ibodatning mevasi bor. Har qanday bir ibodatning mevasi bor. Ro'zaning mevasi taqvodorlik ekan. Haqiqiy Alloh taolaniki shu hukmi bo'yicha Rasulullohning sunnati bo'yicha ro'za tutgan odam nimani qo'lga keltirar ekan? Taqvodorlikni qo'lga keltirar ekan. Agar bir odam ro'za tutma taqvodorlikni qo'lga keltirmagan bo'lsa, mening ro'zamda masala bor ekan deb o'ylash kerak. Endi ikkinchi dalil qosidasi Alloh taolo şu Bakara suresiniki 185. ayetinde mi deydi? فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Yani kim ki şu ayga hazır buludiken, yani kimge Ramazan ayı ise, kim hayat tura vaxtida, yani aklı var Müslüman, balagat yetken Müslüman, hayatlan buludiken şu vaxtida Ramazan ayı kip kalsa, فَلْيَصُمْ yani fayda arkadaşlar, işkilenmesinler, şu ayı kip borcu tutsun. Şu iki poğaça roza tutsun. Mana bu şu Kur'an-ı Kerim'deki ayet nas bilen sabit bo'lgan qat'iy dalil mana şu dalillar bilen farz qat'iy. Kimki Ramazon rozasining farzligiga inkor qiladigan bu kafir. Ramazon rozasining farzligiga inkor qiladigan bu kafir. Endi sunnatlardan dalil desa sunnatlardan dalili Peygamber Aleyhisselam deganki buniyal islamu ala khamsin şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikamis salah ve itaiz zekah ve haccil beyt ve savmi Ramazan. Peygamber Aleyhisselam diyor ki İslam 5 rukunun üstüge kuruldu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deb guvalık biriş, namaz okuş, zekat biriş, Beytullah'ını hac kılış, Ramazan rozasını tutuş. Den ibaret şu 5 rukun üstüge İslam bina kılındı, kuruldu da Peygamber degan. Ma'u Ramazan rozasının rukun, erkan ekanliginin delili. İslam'ın erkan ekanliginin delili. Ve Peygamber Aleyhisselam degan ki eş-şehru hakaza ve hakaza ve hakaza. Peygamber
ay degan mındaq deb andan keyin o'ziniki ibham yani baş muvattaq barmog'i bilan uchinchisida bunda chekib turib deganki sizlar fasumu li ru'yatihi va aftiru li ru'yatihi fa in ughmiya alaykum faqdiru lahu 30 faqdiru lahu 30 yani sizlar ay kurab ro'za tutinglar va ay kurab iftar qilinglar degani ya'ni hayit namozini o'qinglar demoqchi. Hayit kuni qilinglar. Agar sizlarga havo bulutliq bo'lib qolsa, havo bulutliq bo'lib qilib oyni ko'rmay qolsanglar, faqdiru lahu 30 ya'ni buni 30 hisoblang degan. Ya'ni Sha'banni 30 sana o'tib, Sha'banni kamil 30 sana o'tib, undan keyin qolgan Ramazonda tutinglar. Mana mushu hadisning ustiga mushu hadisning ustiga barliq ummatning ijmosi chigilgan. İslam ummati hammasi mushu hadisga amal qilgan. Endi xo'sh biz 5ta ada qilish va qado qilish jihatdimi musulmon balog'atga yetgan aql va musulmonga yetgan farz dedik endi. Ada qilishning dalilingiz qaysi bunga desa? Alloh taolaning qavli masalan "Faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu." Mana shu adanın dalili. Yani kimki mushu ay kiysa, demek aqli va balog'atga yetgan musulmon mushu hayotligim bo'lsa, mushu ay kiysa, rutusun degani adanın dalili. Ada qiling. Sizga ada qilish naqmaydan tutish farziyanning dalili. Ma u qadoning dalili qaysi? Nerede bu qazoning dalili desa, Alloh taolaning qavli fa'iddatun min ayyamin ukhra degan. Şu Bakara surasının 180. ayet. "Femen kana minkum maridan ev ala seferin fe'iddetun min ayyamin ukhra." Kimki mesela kesel bo'lib qolsa yoki safar ustida bo'lib qolsa bu boshqa kunlardan, ya'ni kesali saqaygandan keyin va safarni tugutib muqim bo'lgandan keyin, vataniga qaytib kelib bo'lgandan keyin, yurtga qaytib kelib bo'lgandan keyin qancha kun ro'za tutmagan bo'lsa Ramazon ro'zasidan shuncha kunni tutudi dedi, ya'ni farz demoqchi. Demak, Ramazonning ro'zasining qazosini tutolmay qolgan ro'zaning qazosini tutish farz, adoni tutish farz. Bu ikki oyat bilan shularniki dalilini so'zlab o'tgan bo'ldik. Endi kichik bola va sarong jilliq ve musulmon bo'lmagan kafirlar bu islom dinidagi mana ichidagi ruknlarga nima talab qilinmaydi. Kichik bola nimishqa avvalan musulmon kafir nimishqa ro'za tutishga da'vat qilinmaydi desa, kafir eng avval iymon etishga da'vat qilinadi. İman etib bo'lgandan keyin uni keyin namoz o'qishga, zakat berishga, ro'za tutishga chiqish, uni keyin da'vat qilinadi. Anda iman etib bo'lgan kafirga kelib, "Hoy sen nima qilmaysan? Sen nima qilmaysan?" deb unaga da'vat qilolmaydi birinchi. Endi kichik bola, balog'atga yetmagan kichik bola ve aqli yo'q, sarong, jilliqlar, elishib qolgan odamlar bular nima uchun bular ro'za farz emas, nima uchun bular ro'za farz qilinmaydi desa, chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda la yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qanday bir nafsni kuchi yetmaydigan, taqat etmaydigan ishga zo'rlamaydi. U ishni ona taklif qilmaydi, uning kuchi yetmaydigan ishni uning yadiga yuklamaydi dedi birinchi. Mukallaf bo'lish uchun nima bo'lish kerak? Uning aqli bor bo'lish kerak, aqli joyida bo'lish kerak va balog'atga yetgan bo'lish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni nima deb desa, Payg'ambar alayhisalom nimada rufi'al qalamu an thalatha, anil majnunil maghlub ala aqlihi hatta yabra ve anil naimi hatta yastayqiz ve anis sabiyyi hatta yahtalim. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam degan ki qalam 3 yersidan götürüldü. Yani qalam götürüldü degan gap, yani shariatning hukmi 3 odamning gardanidan saqit demoqchi. Biri aqli huddas ketgan majnun sarong. Sarong deganning ichiga jilli o'g'lab qolgan odam kirib ketadi, elishib qolgan odam kirib ketadi. Biz tilimizda sarongda 2. Biri jilli, yana biri sarong. Taki saqlagan qadar buning gardanidan shariat ahkomlari saqit. İkincisi uxlab qolgan odam hatta yastayqiz, uyg'ong'ay. Uxlab qolgan odam o'g'inib bo'lguncha bunun gardanidan shariat hukmlari saqit. Üçüncüsü mesela bir adam uxlab qilib endi mishadi birinchi masala var. Bir adam uxlab qilib unga namozni o'qimay, namoz vaqti o'tib ketib qilib
qopqansiz bunu ahval qanday desa Peygamber sallam qopqan namaz o'qishin dedi. Mush hadisini dalil qilib hozir nurg'ulgan odamlar bo'lib shu Saudiya Arabistondagi arablar hamda nima qiladi? Xizmat ishlab kelib shu masalan asrga xizmat tugasa asrni o'qitib yotgancha namoz ham yo'q, xuftam yo'q, soat 11-12 qilib namoz ham xuftam o'qiydigan. Bunda odat qilib olganimda. Bu hadisini dalil qilib. Lekin Peygamber Aleyhisselam ömrüde bir şu cihatta bir yerga berib, şu yolda qattiq hodiq o'sib, Bilal radhiyallohu anhuni siz namozga bizni o'qiting deb jigalab qolib, sahobalar hammadan şu kechining oxirida to'xtab tushib, ashada aramog'ili uxlab qilib, undan keyin Peygamber Aleyhissalatu vesselam bular hammadan uxlab qolgan. Hatta kun chiqib şu kunning qiziqligida o'g'angan hammadan. Şunu olan Peygamber Aleyhisselam bir yerine yötkülüp gittiğinler deyip bir yerine yötkülüp başka görüp ezan tekbir bilen namazın bunların sünnetti Peygamber'den bildik kuşap hemen kazasını kılan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Emdi muşu hadisini delil tutup andın yukarı delisini delil tutup kıtkallar ve öyle baş gerek. Peygamber Aleyhisselam ömründe bir katım kısagan iş. Hem cihatta yolda musafirçilik, kattık hadıkçılıkta istiğazı kadar suak mükeyip, maşineli yok, cabba diyen ne bunu biz tasvirlep okusayız acaba kızık alem. O seferinin kıyıncılığı diyen susuzluk, açlık, nurgulağın kıyıncılık var. Nurgulağın kıyıncılık var. Hem de hazırlar bunda rahat paragatı oturup her güne üzgü adet kılıvarsa anda okulap kılışını. Anda okulap kılışını her gün üzgü adet kılıverip ben okulap kaldım. Kopkanlı gile okusam butu deplam kaslep. Namaz kıldılar uxlab, davamlıq namaz kıldılar uxlağa işin manışı başka. Bunun hükmü başka. Bu hükmü onun ayrı bir kemiydi. Bir navaha diken andı sanda bir uxlaq qap qalsa, onu meyli nimi qılıkin hemen şeyinde uxlatqan kıldılar koygan iş. Manın hükmü başka. Bunun hükmü onun içi kemiydi. O adam zavla yani mecqasdan namazı qazaqan qatar kiydi. Hemen üzünün işine namaz uxlatqan kıldılar boz bir adam. Bununki hükmü qasdan qazaqan kiydi lekin severlik bilen. Andan da uxlab qaptı. Bək qattiq charchab ketib, özünün anda qız yo'qligini uxlab qaptı bir aşk qatam. Ya andasanda ma'no hukmi ammo şeydesindeki tahtiga daxil. Amdi ve anis sabiyyi hatta yahtalim. Kichik narsida balog'atga yetganga qadar yahtalim degan yani shayton axloqqa tushib ko'rgan degan bu-da. Amdi biz tig'ma Medeni söz desek yani balağatga yetganga kadar Kur'an'a yetganga kadar bunundan kalem götürüldü. Şeriat ahkamları götürüldü. Eğer şeriat ahkamlarını kılanmay qalsa bunun hiç qalsa cinayet yazılmaydı. Hoş mana bu şu hadisini ceteden, bu şu hadisini ceteden yukarı ayetinin ceteden demek yukarı hükümlerin hammasi rozunun farzligi ibaret hükümler kimge küçük balağatga yetmegen, küçük bala ve aklı yok saranglardan saqat. Şunun için biz devamlı kaçan şeriat ahkamlarını demekçi bulduk biz devamlı isimizde bulduk biz küçük bal bilen saran aklı yok adamı bunun çıkıp getdi o. Endi biz roza degan bu dersimizin birinci mavzusu bo'lgan farz rozani sizlarga tushuntirib bitib bo'ldik. Farz rozani Ramazon oyida ekanligini, Ramazon oyida tutilganligi Şahru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an deb Allah Teala Allah'tan bu Ramazan oyida tilga olganligi, yomon katta bir ishimdir. Ramazan oyida tilga olganligi bu ayni acayip katta bir sharaf bu ay uchun, katta bir sharaf. Şunu bu ay intayin ulug' bo'lganligi uchun. Nima bu ay ulug' desa, bu ayning ulug' bo'lib ketishi uchun bu ayda Qur'oni Karim nozil qilinganligi alohida. Qur'oni Karim bu ayda aş bir yo'lila Lavhul Mahfuzdan dünya osmoniga nozil bo'lgan. Ve her yılı Peygamber Aleyhisselam'a Ramazan ayında Cibril Aleyhisselam Kur'an'ı başında ayakkabı tekrar etti. Peygamber Aleyhisselam vapatlap gittiği yılısı başında tatlı 2 kıtım tekrar Peygamber Aleyhisselam. Şunun için hem bu ay Kur'an iyi. Bu ayda Kur'an okulgandaki hiç kanda ayda okulmaydı. Bu ay kıyam iyi. Bu ayda Kur'an okup kıyam kılgandaki hiç kanda ayda kıyam kılınmaydı. Bu hakikaten bu ulug' buluş tegishlik ve ameliyatda darvaqqa intayin ulug' bo'lgan ay. Endi biz bu Ramazonniki
Ruzasını biraz bir kadar tariflep ütep bulduk. Endi biz ikinci derecelik ruzunu söylep üteydi. İkinci derecelik ruzu bolsa nima? Vacip ruzular. Birinci derecelik ruzu kalsa farz ruza. Farz qat'i. Farz qat'i bo'lgan ruza. Bu ruza Ramazan ruzası oldu. Ramazan ruzası. Endi ikinci ruzumuz bolsa kaparet ruzuları. Bu vacip bo'lgan ruza. Bu farz ilmi ki av mertebege yetenmesi mi? Lekin bu vacip bo'lgan, yani vacip bo'lgan ruza. Bunu nima deb ataymiz? Farz ameli deb ataymiz. Yani eğer muşu ishni qilmasa, muşu kaparet bo'lgan, mush kaparetni bermasa, uning gardinidagi jinoyat saqlamaydi. Endi islom deydi jinoyat. Ashun gardinidagi jinoyat saqt bo'lish uchun, aqlanish uchun mush kaparetni qilgandan aqlini olaydi. Bu yani farz ameli deb atiladi. Yani vacibning eng yuqori pallasi. Endi bu qaysi ro'zalar? Bu kaparet ro'za masalan vacip bo'lgan ro'zalar qaysi ro'zalar desa, birinchisi kaparet ro'zasi, kaparet ro'zalari. Kaparet ro'za Qur'oni Karimda tilga olingan kaparetlar. Masalan, Mujadala surasida zahar deb o'zining ayolidan zahar qilib, sen meni onamga o'xshaysa, sen meni onamga o'xshaysa degan bo'lsa, buning gardiniga zaharning kaparati keladi. Zaharning kaparati keladi. Qur'oni Karimda uchuq bayon qilingan. Endi xata'an adam o'tib solgan bo'lsa bisi. Shu Nisoda xata'an adam o'tib solganniki kaparatini bayon qilaylik. Niso surasida bir adam qasddan o'tmay, xata'an o'tib solgan bo'lsa, buningki kaparatini bayon qilaylik. Bu kaparat ruzi. Ishga yag'moq ruzing deb. Yani zaharning kaparati ishga yag'moq ruzi tutish masalan. Endi benim qasddan o'tmay adamni xata'an o'tib solgan bo'lsa, bunun kaparatimi ishga yag'moq ruzi tutish. Endi ishga yag'moq ruzi tutish degan gap Alloh taolo yana qul ozod qilsiz. Agar uni topolmasangiz deb bas eng oxirda, yani hech nima qilmagan joyda ishga yag'moq ruzi tutasiz degan. Basi ro'za ishga yag'moq ruzi tutolmasangiz 60 miskin taom bersiz. Demak, ishga yag'moq hozir biz ro'za to'g'ri qilgandik, ro'za to'g'ri so'zlaymiz. Kaparet ro'za to'g'riliq, yani ishga yag'moq ro'za tutish masalan. Surma oyidagi qasam masalan, qasam oyidagi. Surma oyida agar sizlar qasam ichib, qasamingni hanis qilib, qasamingni turolmay, qasamingni buzib solgan bo'lsanglar deganda, shunda 3 kun ro'za tutish. 3 kun ro'za tutish. Endi jazosi masalan, Sur Baqardagi o'lab hatta masalan ihrom bağlar ihramda turib yoki haramda turib, endi o'lab solgan odamlar, haramning hayvonlarini o'tirib solgan yoki odamlar va masalan o'ziniki ihramda turib o'ziniki sochlarini chutib solgan va yoki ihromning cheklamalaridan birini qilib solgan odamlar haqida mushul agarda qonliq topolmay qolib qolsa, boshqa buyurilgan ishni qilolmay qolsa, ro'za tutsin degan 3 kun ro'za tutish masalan. Mushu ruzunun hammasi nima? Kaparet ruzasi deb ataladi. Kaparet ruzuları deb ataladi. Endi vacip ruzunun yeni bir turi bo'lsa, nazr ruzasi. Nazr deb bir ibadet var. Yani Allah Taolaga va'da qilib berdim. Xudoyim, agar mening munda ishimni munda qilib bersa yoki munda ishim munda bo'lsa, men mana shu kun ro'za tutma. Yoki bo'lmaydi, Xudoyim alhamdulillah o'zi shukr etishisidan manç gün ruzum. Ya ki bu maytı hiç qanday şart qo'ymay, Xudoyim men o'zi va'da beribman, manç gün ro'za tutma deb mundaq qilib va'da bergan bo'lsa, mana shu nima deb ataladi? Nazr deb ataladi. Bu mu vacip? Nimishqa Alloh taolo bunun dalili nima? Alloh taolo Qur'oni Karimda vel yufu nuzurahum dedi. Ular qilgan nazrlariga vafo qilsin degan, ya'ni Alloh taolo bergan ahd paymonlarga vafo qilsin. Gapida tursin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan Fa'ufi bima nazarta bihi. Sen Allah Taola'nın nima deb nazr qilgan bo'lsang, unga vafo qil degan. Nazr qilgan bo'lsang degani bizniki uyg'ur tilimizga nazrcha qildi degan bo'lmaydi u. Endi shu nazrcha deb atalib qolishimi? Menda agar mayit ulab qolar vaqtida endi vasiyat qilib bolalarim Alloh taolo uchun men bir ulab qolsam bunda ishni qiling deb vasiyat qilgan bo'lsa, shu vasiyat bo'yicha qilingan ish nazrcha deb atalib qolgan masalan. Endi lekin amaliyotga atalgan nazr degan, ya'ni Alloh taologa bergan va'dasi, bandaning Alloh taologa bergan qat'iy va'da. Men mudda qilmadim.
Qat'iy niyat bir amal taat ibodatini qilish, Alloh razı uchun qilish uchun, Alloh uchun qilish uchun qat'iy niyat kelishini nazr deb ataladi. Endi demak bu şu kafaret ruzuları, nazr ruzuları bu hammasi vacip ruzulardır. Vacip ruzulardır. Endi agar bunu hükmünemdi nima? Parız ruzuga inkar qilgan odamni kafir o'tdi dedik. İnkar qilgan odam. Qilmagan odam qattiq ig'ir gunohkor o'tdi. Do'zaxga o'tdi. Uni qasddan qilmagan, parız qat'iy qasddan qilmagan odamning joyi jahannam. Bu ajoyib ig'ir azob qiluvchi. Endi vacibni qilmagan hukmi chu desa bu qattiq gunohkor o'tdi. Oxiratda azob qiluvchi o'tdi. Lekin bu dunyoda kafir olmaydi. Mani inkar qilgan odam kafir bo'lib ketmaydi, lekin qiyomat kuni do'zaxga mahkum bo'ldi. Kuyib gunohga tushib kuyib chiqadigan gap. Lekin buni qazosi ketdi. Vacib ruziniki ma qazosi ketdi. Masalan, amma qazosi ketish jihatda farz, vacib, nafl ruzining hammasini qazosi ketdi. Qanday qazosi ketdi desa, farzning qilmasa uni qazosi ketgan vacib. Vacibni qilmasa kafarat gadanni saqlamaydi. Bu tabiiy vacib holat turmaydi. Nafl desa, nafl ibodatga sho'rq bo'lgandan keyin biz nafl ro'za tutqili niyat qilib bo'libdi. Niyat qilib bo'lib bir sababli buz ro'zasini sundib o'tibdi. Sundib o'tgan bo'lsa, shuning niyat qilib bo'lgan, kip bo'lgan shu nafl ibodatning o'rniga yana bir kun ro'za tutishganga nima vacib bo'ldi. Deliliniz nima desa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve la tubtilu a'malakum dedi. Amellaringlarni, yani amellaringizni sho'rqib kip bo'lgan amellaringlarni bakaq qilib o'tmanglar. Namoz o'qigan bo'lsangiz bakaq namozingni buzib o'tmanglar o'zingizsiz. Ro'za tutib bo'lgan bo'lsangiz bakaq o'zingizsiz ro'zangizni sundib o'tmanglar. Demak, qilib bo'lgan amal ibodatni kip bo'lgandan keyin bu gardanga vojib bo'lib qoladi. Kip bo'lgandan keyin nafl ibodat, masalan, bir odam umr qilish gardanga nima emas, farz emas. Umr qilish farz emas, lekin bir odam umri sho'rq bo'lgan, ihrom kiyib bo'lgandan keyin gardanga umrini kamil qilish vojib bo'lib qoldi. Mishqa Alloh taolo Qur'on Karimda va atimul hajja val umrata lillah dedimi? Sho'rq bo'lgandan keyin gardanga vojib bo'lib qoldi kamil ado qilish. Xuddi boshqa amallar xuddi shuningdek. Sho'rq bo'lgandan keyin gardanga kamil ado qilish vojib bo'lib qoldi. Agar bir sababli qilmay qolsa, keyin buniki qazosini qilish kerak. Endi hadisdan bo'lgan dalili bu gapimizni desa, payg'ambar alayhisolatu vasallam Hafsa va Oysha radhiyallohu anhoga mudad dedi. Bu ikkalani ro'zador edi. Ro'zador edi, ikkalani ro'zasini sundirib o'tdi. Payg'ambar alayhisollam dedigan bu nafl ro'za edi hamda bu. Payg'ambar alayhisollam dediki, la alaykuma va suma makanahu yawman akhar. Mayli hozir bek bir qo'rqib bek ansirab ketmanglar. Mushu sizlar sundiyotgan, iftor qilayotgan kuninglarning o'rniga yana bir kuni qazoan qilib, qazosini qilib o'zini tutuvtinglar payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq buyurgan bu Sunan Abi Davudning hadisi. Endi demak biz yuqorida so'zlab o'tgan farz, vojib ro'zalarni so'zlab o'tdik. Undan keyin ularning hukmini so'zlab o'tdik va naflni ro'zalarni so'zlab o'tdik. Endi nafl ro'za qasr ro'zalar desa, nafl ro'zani tuvanligida tushuntirib bitib ketaylik. Payg'ambar alayhisalom fazilatli kunlar deb atagan kunlarning ro'zalarini tafsilli tushuntirib bitib ketaylik. Masalan, Ashura kunisining ro'zasi 9-kunisidan qo'shib Muharram oyining 9-10 kunlari tutiladigan ro'za bu oyning 5-ni boshlaylik. Mana bu shu nafl ro'ziniki, nihoyat fazilatli ro'zalarniki bilim shu. Demak, payg'ambar alayhisalom deganki, bu Ashura kuni Alloh taolo sizlarga bu kunda ro'za tutishni farz qilmadi. Men ro'zada. Sizlardan kimki ro'za tutishni yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rsin, ro'za tutsin. Kimki iftor qilsin, agar ro'za tutmaslikni yaxshi ko'rsa, ro'za tutmasin dedi. Payg'ambar alayhisalom dediki, agar kilayl bo'lib qolsa inshaalloh biz 9 kun ro'za tutamiz dedi. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda dediki, bu Ashura kunisining ro'zasi o'tganki 1 yillik gunohni o'chirib tashlaydi dedi. Mana mushu hadislarning ichida fazilatli ro'za, nafl ro'zniki, ichidagi fazilatli ro'za deb ataladi. Bu nafl ro'za masalan. Ma bir nafl ro'zniki bir turi ma. Ikkinchi xil nafl ro'za bo'lsa, har oydan 3 kun ro'za tutish. 3 kun har oyning ichidagi eng afzal kunlar
aydın kişiler. Yani 13. 14. 15. kişiler her aydın. Demişka Milhanil Qaysi radıyallahu anh rivayet kılgan hadisini cetedin. Bu zat şunda rivayet kılgan ki Peygamber Aleyhisselam ne degen? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizne her aydın günlerden 13, 14, 15. günleri ayının rozu tutuşqa buyur etti. Daim şu günlerde rozu tutuşqa buyur etti. Degen ve Peygamber Aleyhisselam degen ki kim ki şu ayının 13, 14, 15 rozu tutsa zamanla rozu tutqamız. Yani aynı yıl boyu rozu tutqam bolan okşaş degen. Hem de yeni bir xil näpli rozu bolsa bir gün rozu tutuş, bir gün iftar qilish. Yani en afzal rozu. Rozuniki en afzal muşan, savab jihat en jiqi. Peygamber Aleyhisselam nima degan? Bir gün rozu tut, bir gün iftar qil. Ani şu Davud Aleyhisselam'ın rozusu. Bu rozunun içindeki en afzal muşu degan Peygamber Aleyhisselam. Endi yeni bir xil näpli rozu bolsa xas edilse Arafat günü rozu tutuş. Hacıdan başqalar, hacılardan başqalar. Nispeten. Peygamber Aleyhisselam nima degan? Arafat günü rozu tutuş, ötkenki bir yıllık ve kiladigan bir yıllık. 2 yıllık günahını uçurup taşlaydı o degan Peygamber Aleyhisselam. Endi yeni bir xil näpli rozu xas edilse, faziletli rozu xas edilse düşenbe günü rozu tutuş. Peygamber Aleyhisselam nima degan? Zaka yevmun wulidtu fih ve yevmun bu'ithtu ev unzila aleyye fih. Yani düşenbe günü degan düşenbe günü olsa men tug'ilgan kun, manga payg'ambarlik avatilgan kun yoki yeni bir rivayette manga Kur'an-ı Kerim nazil qilingan kun degan Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Mana bu sebepten düşenbe günü rozu tutish sünnet. Demek bu şu näpli degan hem sünnet rozular. Hemmisi sünnet rozular. Endi yeni bir xil sünnet rozu qas edilse payshanba günü rozu tutish. Peygamber Aleyhisselam nima degan? İnne a'malel ibadi tu'radu yevmul isneyn. Tu'radu yoki yevmel isneyni vel hamis. Peygamber Aleyhisselam degan ki şüphesiz ki bendilerinin amelleri düşenbe günü ve payshanba günü to'g'ri qilin tanglanadi. Yani demek kütülüdü. Her düşenbe, her payshanba bendilerinin amelleri kütülüdü. Bu yola. Anladın? Degan bolsa yeni bir ma'nosi, manga her düşenbe payshanba ummetlerimin amelleri bana to'g'ri qilinadi degan ma'nosi bu. Yeni bir ma'nosi her düşenbe payshanba ummetlerin, bendilerinin amelleri Allah Teala'nın dergahıga kütülüdü. Şuna özünün amellerini rozudar halatda kütülüşünü ümit qilgan kishi nimada düşenbe payshanba rozu tutsa. Endi yana bir xil sünnet rozu qas edilse Şabanniki, nisf Şaban rozu tutuş. Yani Şaban'ın 14. 15. günü. Şaban ayının 15. günü rozu tutuş. Nimişqa Peygamber Aleyhissalatu vesselam İmran ibn Hüseyin bunda degan. Asumte min surrati hada şehr. Ma ayının kindigidan rozu tuttun mu? Degan ma ayının kindigi yani nisf Şaban demekçi. Bu şu nisf Şaban'ınki qap oturuşdan rozu tuttun mu? Dedi İmran ibn Hüseyin yok dedi. Peygamber Aleyhisselam dedi ki فإذا أفطرت yani فإذا أفطرت فصم يومين diyen anda olsa yani فإذا أفطرت فصم يومين bunda da olsak buldu yani فإذا أفطرت فصم يومين kaçan ki bu şu Şaban ayının kindikidin iftar kılsan yani rozu tutmagan bolsam 2 gün rozu tutatqın 2 gün rozu tutatqın diyen bu ya ki فإذا de bu şartda undaqda yani rozu tutmagan bolsam yani rozu tutmay iftar kılgan bolsam fasum yevmeyn 2 gün rozu tutatqın dedi. Yani eğer sen bu şu ayının kindikidin rozu tutmagan bolsam onu 2 gün rozu tutatqın. Mana bu Peygamber Aleyhisselam'dan kılıngan bir tefsir. Yani Şaban'ın kindikidin tutmagan rozunu onu 2 gün rozu tutatqın degan Peygamber Aleyhisselam. Demek ya Şaban'ınki nisf Şaban'da rozu tutuşu. Onu başka İslam'ın köp hem de rozu tutuşu. Peygamber Aleyhisselam Şaban nisf Şaban bolsa keçisi qiyam qılınlar, gündüzü rozu tutunlar degan İslam var. Yani bu faziletlik rozular. Sünnet bolgan rozular. Endi yeni bir xil sünnet bolgan rozu qası bolsa Şevval'dan 6 gün rozu tutuş. Şevval ayından
6 kun roza tutuşun demiş Peygamber sallam degan ki men sama ramadana ve etba'ahu 6 min şevval kan ke siyamid dahr. Kim ki Ramazan roza tutsa, onunğa Şevval'ın 6 günü ağmaq əgəşdirib tutsa, zamanlılar roza tutqan bilə oxşar degan. Yeni bir sünnet bu roza xas roza dese, yani Muharrem ayında roza tutuş. Peygamber sallam degan Abdalus siyami ba'da Ramazan şehrullahil Muharrem. Ramazan ayından keyin rozanın en afzali Allah Taala'nın Muharrem deb atilgan Allah Taala'nın yani Muharrem ayında roza tutuş degan. Endi yeni bir sünnet bo'lgan roza tutuş ay qasi ay desa Zilhajjning 10 kunini roza tutuş. Peygamber sallam degan Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Yani Allah Teala'ga muşu külladin mu salih ameller yaxşı köylediğen külle yok. Muşu külladin mu salih ameller yaxşı köylediğen külle yok. Yani muşu Zilhajjinin 10 günü demek. Zilhajjinin 10 günüde kılıngan amel ibadetini yaxşı köygende hiç qanday küllerde kılıngan ibadetini Allah Teala yaxşı köymeydi degan. Sahablı degan ki ya Resulallah velel cihadu fi sabilillah Allah yolunda cihad kılıçlı mı Allah Teala bu muşu 10 günde muşu 10 günde ibadet kılganda yaş kömmem da dep şunda diyordu Peygamber Aleyhisselam velel cihadu fi sabilillah illa raculun khalaj Allah yolunda cihad kılganda mı bu 10 günde amel ibadet kılganda dey Allah Teala'nın ki söygüsü gelişelmeydi o illa diye fakatlı bir adam cihadga çıkıptı üzünü elip cenini elip melini elip çıkıptı hiç melimi ülepti etimi ülepti mesela etimi ülepti üzümü ülepti eşimiz kalmaptı eşimiz yanmaptı muşu adam olsa bu muşu Zilhajjinin 10 günlük kılan amel ibadeti mi afzal bunun işi onun bile işte onun da başka işler xasiyeten miydi bugündeki fazilet etmek için demek muşu Zilhajjinin 10'u mu roza tutuş en faziletli ameller. Endi yeni bir xil sünnet rozası bolsa Recep ayda ve Şaban ayda roza tutuş. Mişqa Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'a rivayet kılgan bir hadiste Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'a yüzündeki azat kılıp etken kurusu Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a evet dedi ki bana senin bunda 3 yıl işine çekligenlikin haram kılganlıkın kabul etip kaldı sen yolla kiyim kiyişini tusapsımış bunda ulaqlarının üstüge ipek yastıklarını, ipek köpülerini unutup kimin için tusapsımış. Recep ayının hemmesi rozu tutuşunu tusapsımış deyip şunda adam evet dedi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'ın o cevaben dedi ki ama sizin Recep ayda rozu tutuşun tılgağının ben demedim. Yani zamanlar rozu tutqa adamını qandam tutuşman hemen. Recep ayda kamil rozu tutqan bir adam zamanlar roza tutqandan sahabını bir tutqandı Allah Teala. Ben onu qandağımı tutmana deb Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh degan demek Recep ayda roza tutuş. Ve Peygamber Aleyhisselam'dan Peygamber Aleyhisselam'dan rivayet kılınan bir hadiste Ayşe radıyallahu anh'a degan ki ben Peygamber Aleyhisselam'ını Şaban ayda roza tutqandım mı köprek başka aylarda roza tutqandım köp bakmadı. Şaban ayda roza tutqanday başka aylarda anda tuluq köpek roza tutqanligini görmedim. Demek Şaban ayda mı kamil roza tutuş sünnet. Peygamber Aleyhisselam Şaban ayda asas tuluq degidek roza tutatdı. Bek az iftar kılatdı. Endi biz demek ki mana yuqorqi farz bo'lgan, vacib bo'lgan ve nafl bo'lgan rozalarni hammani so'zlab o'tib bo'ldik. Endi cheklangan rozalarni so'zlab o'tamiz. Roza tutish cheklangan rozalar. Tutuş çeklengen rozalar. O qas rozalar Rozayt Qurban et günü roza tutuş çeklengen. Teşrih günleri roza tutuş çeklengen. Teşrih günleri degen 11. 12. 13. günler Zilhajj'deki 11. 12. 13. günler teşrih günleri deb ataladi. Bu günleri roza tutuş haram. Nemişqa İmam Müslim rivayet kılgan Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh rivayet kılgan bir hadis. Peygamber Aleyhisselam 2 gündür roza tutuşqa bolsa Rozayt günüsü, Qurban et günüsü. Ve bir nida qilg'uchini jakar için avatib shunda jakarlagan ki teşrih günleri.
ennehu la yedhulul cennete illa mu'min ve eyyamu mina eyyamu akil ve şurub. Cennetke müminin başkası kirmeydi o. Mina günleri yemek içmek günleri doğru dep cakaçın mina etken. Hem de ruz tutuş mekruh bolan günler, kaz günler dese ruz tutuş mekruh bolan günler cuma günü ruz tutuş mekruh. Yalnız yani. Yalnız cuma günü sen ruz tutuş mekruh. Peygamber sallallahu de la yasum ahadukum yevmel cumu'ati illa en yasuma qablehu ev yasuma ba'dahu. Peygamber sallallahu diyen ki birinle fakat cuma günü müstü musun? Cuma günü müstü bunu başladı Müslüman müdaşına kalmışsın. Hem de eğer bırak cuma günden burun ve peşembe günü tutkan bolsa peşembe cuma tutmaylı. Ya ki cuma günü tutkan bolsa şembe günü tutasın. Cuma şembe. Ya ki peşembe cuma bu da tutmaylı. Ne onda cuma günü yalnız tutmusu. Hem de demek cuma günü yalnız tutuş mekruh. Hem de Ramazan'dan bir gün baldı ya iki gün baldı üstü öleş. Ramazan'dan bir gün baldı iki gün baldı ve şek der niyet kıp üstü öleş mekruh. Ve kaçar üstümeyi Ramazan'dan bir gün baldı ilam şek der tutu öleş mekruh. Lakin şek demey adet kıp kegen bolsa nefliler üstü tutup adet kıp kegen bolsa mesele yok. Şabanlık hesap ko. Çünkü Peygamber Aleyhisselam Ramazan'a bir gün ya iki gün üstü mukaddem bulamamak. Fakat illa raculun kana yasumu savmen fel yasumu. Fakat bir adam her ile Ramazan'dan bir gün bazı iki gün bazı rustup künep kegen bolsa ya ki Şaban ayı kamı rustup künep kegen bolsa bu rustutsun diyen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani demek muşula olan biz bugünkü dersimiz bir şeyde akıllı şudu biz periz boğan ruza yani Ramazan ruzusu bununki qadaen ve adaen ve qadaen periz keldikinin delille öyle kuşap diyen bulduk. Onun vacip boğan ruzunu mu tefsili bayan qilgan bolduq deliller bilan qo'shib. Onun nafli sunnat boğan ruzunu mu deliller bilan qo'shib degan bolduq ve cheklangan harom tutish harom boğan ruza ve makruh boğan ruzalarni mu deliller bilan qo'shib so'zlab o'tgan bolduq. Alloh taolo hammamizni mushu Qur'oni Karim bilan sunnati Rasululloh bilan shu Ramazon oyimizda texmi bek Kur'an'a amal kıladigan, texmi bek hadisga amal kıladigan, axloqlarimiz o'ngshiladigan, mush tutgan o'zimiz bilan taqvodorlikni iborat mevini qo'lga keltiradigan bandalardan bo'g'ini nisb qilsin va oxir davona alhamdulillahi robbil alamin.